Ko'p kasalliklarni bizada buvisida bor, dadasida bor, menda bor, nasldan naslga o'tgan. Sog'ligi ham nasldan berilishiga e'tibori kamroq qaratiladi. Onalarni chalg'itishga haqqimiz yo'q. Tug'ilishi bilan raddomni o'zida pnevmoniya. Allergik kasalliklar, nafas yo'llari kasalliklari, teri kasalliklari. Bolani himoya qilishimiz kerak. Faktor risklarni onalarga hammasini etap tushuntirib, O'zbek mentaliteti oilalarida shunday. oxirigacha tuzalmasdan yana boshqatdan kasal bo'lishga bo'ladi. Juda yomon oqibatlarga olib kelyapti. Hammaga assalomu alaykum. Bugun men allergolog Mahkamova va sevimli pediatrimiz Nafisa Nurullayevni Instagramda ularni Nafis Nur deb ko'pchiliginglar taniysizlar. Birga chiroyli podpishchilarimiz uchun juda ham foydali bo'lgan suhbat qurishga ahdlashdik. Xudo xolasa podkast davomida o'zingizlarga juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlar olasizlar degan umiddamiz. Ko'p kasalliklarni bizada buvisida bor, dadasida bor, menda bor, nasldan naslga o'tgan deb shunchaki o'zlarini tinchlantirishga harakat qilib turgan ayrim bir davrda nega sog'likni men sog'lomman, dadasi sog'lom, buvisi sog'lom, meni farzandim ham sog'lom bo'lishi kerak degan tushunchaga kelishda Ozgina oqsoqlanib ozgina oqsoqlanyapmizda. Nega shunday tushunchani uyg'otmasligimiz kerak? Hamma imkoniyat bor davrda. Nima uchun kasalliklar avloddan avlodga, nasldan naslga berilyapti-ku? Uni bilamiz, to'g'rimi? Lekin sog'ligi ham nasldan berilishiga e'tibori kamroq qaratyapmiz. Va ayniqsa shu bugungi kunda Instagram juda ham rivojlangan paytda, ekspertlarning soni juda ham ko'payib ketgan paytda, onalar kimga ishonish, kimga ishonmasligini bilmay qolgan paytda biz bitta podkast olib sizlarga yana ham ko'proq ma'lumotlar bermoqchimiz. Tajribali mutaxassislar bilan birga, allergologimiz Roziyaxon bilan birgalikda aynan onalar ishonish kerakmi yoki onalarni chalg'itishga haqqimiz yo'q degan tuyg'uda mana shu podkastni tashkil etdik. Qani boshladikmi? Boshladik. Nafisa opa, nima uchun hozirgi kunda bolalarimiz ancha nimjonlashgan, sog'ligi ancha oqsab qolgan. Mana endi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab to 7-8 maktab yoshiga borgungacha bolalarda bir necha xronический kasalliklar rivojlanib ulguryapti-da. Bu sizni fikringiz bo'yicha ko'proq nimalarga bog'liq? Haqiqatan ham ming afsuski, oldin yoshi katta insonlarda kasalliklar yoshga qarab surunkali davrda bo'lishardi. Ming afsuski, hozir yangi tug'ilgan chaqaloqlar tug'ilishi bilan raddomni o'zida pnevmoniya. Raddomni o'zida juda ham bir og'ir asoratlar bilan OPN bo'limlariga yo'naltirilyapti. Oldinlari bu bo'limlar hattoki bo'lmagan ham bolalar raddomdan xursandchilik bilan uylariga kelishgan, ya'ni bolalarni kutib olish marosimlari bo'lgan. Ming afsuski, hozirgi kunda kutib olish marosimlari ham kamayyapti, chunki onalarni, buvilarni ko'ngliga ham sig'mayapti. Buni qayerdan bilamiz? Juda ko'p buvilar, onajonlar raddomni o'zida bizga murojaat qilishadi. Har bittasini tagida, negizida deymiz, hali o'sha aytgan gap, nasldan naslga kasalliklar o'tyapti. Nasldan naslga masalan erimda bor, qaynonamda bor, menda bor, naslimizda bor deb o'zlarini tinchitishadi-yu, lekin ming afsuski, sog'likni nasldan naslga o'tishi, sog'likni qanchalik aynan o'sha homiladorlik davrida boshlanishi, aynan o'sha o'smir qizlarimiz onalikka tayyorlanmasligi, chetda qolish oqibatida kasalliklar ham ming afsuski yosharmoqda. Va buni natijasida juda ko'p kasalliklar oson davolanish o'rniga surunkali holatlarga o'tish vaziyatlari juda ko'p. To'g'ri. Men shu fikringizga yana ekologiyani rezko buzilib ketishini ham misol qilib keltirgan bo'lardim. Mana shu oxirgi 5-6 yil ichida ekologiya juda ham keskin yomon tomonga, ayniqsa shu O'zbekiston ob-havosini aytmoqchiman, yomon tomonga qarab o'zgargani hisobiga ham allergik kasalliklar, nafas yo'llari kasalliklari, teri kasalliklari, immun tizimi kasalliklari juda ham ko'payib ketdi. Bu haqida ham отдельно mavzu qilib ko'tarib gapirish kerak. Bu уже borgan sari globallashib borayotgan muammo-da. Shunchaki nafas olayotgan havoimiz changib kirlanib ketdi, vaqt o'tgandan keyin o'ziga kelib qoladi degan narsa yo'q. Nafas olamiz, shu chang g'ubor nafas yo'llarimizga kiryapti va u yerda allergik surunkali yallig'lanish kasalliklarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa
Nafaqat yuqori nafas a'zolari kasalliklari, ming afsuski pastki nafas a'zolarini surunkali yallig'lanish kasalliklari ham ko'p va buni bitta joyda qo'shimcha qilib o'tishga majburman. Biz dengiz hududida yashaymiz va bizni iqlim qishin, yozin, yog'ingarchiliklar kam bo'lishi hisobiga aynan kuz faslida, bahor faslida va qish faslida yog'ingarchilik va buni natijasida havoni tozalanish darajasi pastligi hisobiga, namlik yetishmasligi hisobiga biz risk hududi hisoblanamiz. Aynan o'shaning uchun ham tog'li hududlarga bekordan bekorga tavsiya qilmaymiz. U yerda o'sha qoldiq qorlarni hisobiga, o'sha archalardan ajralib chiqadigan efir yog'lari, havoni namligi, karbon angidrid kam, kislorodga bo'lgan qori o'sha joylashuv hisobiga bolalarni vaqtincha reabilitatsiya uchun jo'natyapmiz. Biz shunday xavf, balki o'sha haddan ziyod quruq iqlimli muhitda yashaymiz va biz xohlasak-da xohlamasak bolalarimiz sog'ligiga e'tiborsiz bo'la olmaymiz. Sababi aynan noto'g'ri ovqatlanish emas, oddiy to'g'ri ovqatlanib ham aynan o'sha havodagi yetishmayotgan namlik va biz joylashgan hudud quruqligi sababli, dengiz hududi bizda dengizga yaqin o'sha orol deya masalan suv quridik hozir bizda namlikni yetishmasligi hisobiga ham ming afsuski nafas a'zolari kasalliklari juda ham ko'p. Har 5 ta boladan 3 tasida nafas a'zolari kasalliklari kerak bo'lsa, 3 ta 4 tasida ham bor. Buni natijasida har doimgidek bizani yuqori nafas a'zolari, shilliq qavatlar, nafas a'zolarining shilliq qavatlaridan boshlasa, uni davomi ichaklar va o'sha ichaklar bilan ham muammolar bekorga emas. Nafis nurlarni hozir aytganingizdek, havo juda ham quruq bo'lgani hisobiga ham nafas yo'llariga ham doimiy namlik kerak. Nafas yo'llariga har qanaqa virus, bakteriya, infeksiya kelgandan keyin o'tda yallig'lanish prosesslari boshlanadi, lekin namlik juda ham kam bo'lgani hisobiga yallig'lanish prosesslari xronizatsiyaga o'tadi. Ya'ni tuzalish davri uzayib ketgandan keyin bu holat ustma-ust bola oxirigacha tuzalmasdan yana boshqatdan kasal bo'lishga ulguradi-da. Bu holat уже sekin-sekin xronический holatlarga o'tgandan keyin undan keyin yana allergik jarayonlar boshlanib ketishi ham juda ham osonlashib ketadi. Misol uchun nafas yo'llarida xronik yallig'lanishi bor bolalar allergik kasalliklarga ham moyilligi yanada oshib ketadi. Chunki nafas olayotgan havoyimizda doimiy har xil allergenlar bor. Lekin nafas yo'llari sog'lom bo'lgan bolalar u allergenlarga sezuvchanligi kamroq bo'ladi. Sog'lom bolalarda allergik kasalliklarning rivojlanishi, avj olish ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin ko'p kasal bo'ladigan bolalar, mana onalar ham подтвердить qilishadi, ko'p kasal bo'ladigan, ko'p shamollaydigan bolalarning nafas yo'llari hattoki shu вроде бы xavfsiz bo'lgan allergenlarga ham чувствительности oshib ketadi. Shuni oqibatida birinchidan bolaning nafas yo'llarida xronik yallig'lanishi bor edi. Uni ustiga kelib allergik kasallik qo'shildi. Natijada уже qaytarish qiyinroq bo'lgan kasalliklar, misol uchun xronический astma yoki ko'pchilikda hozir obstruktivniy bronxit holatlari, allergicheskiy astma holatlari juda ham ko'payib ketdi. O'zi astmani 3 yoshdan, 4 yoshdan kichkina bolaga diagnoz holatida qo'yilmaydi. Подтверждать qilinmaydi. Lekin klinikani mana уже 2 yoshli, 3 yoshli bolalarda ham ko'rib turibmiz. Astma состоянияda. Unaqa onalarni qo'rqitishga haqqimiz yo'q, sizni bolangizda astma rivojlanadi deb. Lekin shifokor tarzida, shifokor bo'lib turib, biz bu narsalarning hammasini nazoratda ushlab turishimiz kerak-da. To'g'ri lecheniya berilgandagina bolani bu holatdan olib chiqib ketishimiz himoya qilishimiz kerak. Осложнениyadan, ya'ni asoratdan bolani himoya qilishimiz kerak. Faktor risklarni onalarga hammasini etap tushuntirib aytib berishimiz kerak deb o'ylayman. Informatsiya berish jarayoni eng asosiy hisoblayman bu yerda. Aynan bronxialniy astmani, allergik surunkali yallig'lanish prosesslarini, bronxitlarni davolashda bugungi kunda yo'l qo'yilayotgan juda ham ko'p xatoliklarni ko'ryapman-da. Qo'shimcha qilaman. Albatta, biz o'zbek oilalarida o'zbek kelinlarimiz va biz o'zimizning mentalitetimizga mos, o'zimizning qadriyatlar asosida yashaymiz. Ming afsuski bizni qaynanalar, qaynatalar va ulardan
o'sha ya'niki bizning turmush o'rtoqlarimiz ham o'sha onalarni, o'sha dadalarni farzandlari va ularni davrida bizni kichkinalik paytimiz shifokorlarga deyarli kam borishgan. Faqat og'ir holatlarda больницаlarga tushgan yoki bo'lmasam privivkalarga borishgan yoki bo'lmasam o'sha sezonniy kasalliklar bilan deylik, o'tkir kishishli infeksiyalar paytida borganmiz sezon yoz paytida uyda davolar olishmaganda yoki bo'lmasam o'sha qishda sovuq qotganda, haddan ziyod qorli havolada sovuq qotib, o'sha pnevmoniya bo'lganda, bronxit bo'lganda ham emas, pnevmoniya rentgenda snemka tasdiqlangandan keyin yotqizib davolash kerak, bo'lmasam boshqa a'zolarga yuqmasligi uchun oila a'zolariga shunaqa holatlar bo'lgan. Hozir ham ming afsuski shunday. O'zbek mentaliteti oilalarida shundayki, ayollar, kelinlar bolasida kasallik bo'lsa, bizni bolalar shunday katta bo'lgan, sizni farzandingiz ham shunday katta bo'lsin degan shartlar mavjud. Ming afsuski, lekin biz u davrdan hozir juda katta farq qilamiz va buni oqibati bu juda yomon oqibatlarga olib kelyapti. Qaynanalarni gapini ikkita qila olmaydi bizani tarbiyali o'zbek kelinlarimiz va buni oqibatida juda yomon asoratlar, ya'niki samolechение, o'z boshimchalik bilan davolash yoki uni farzandida, qo'shnisini farzandida, qarindoshini farzandida berilgan dorilarni qilishga harakat qilish. Kimdadir eshitdi, yaxshi effekt berdi, mana ham qilib ko'ring deb ko'rishadi. Osonroq tuzalishi, yengilroq, kamroq dori bilan tuzalishi mumkin bo'lgan holatlarni og'irroq, qiyinroq asoratlarga olib borib qo'yishyapti. Yoki bo'lmasa mana shu joyda hozir surunkali yo'tal, ya'niki bu o'zi yo'tal himoya reaksiyasi organizmda, bu kasallik emas. Bu organizmni ishlayotgani, himoya qilayotgani, organizm menga yordam ber deyotgan bu simptom. Shunaqa payti menda juda ko'p kuzatiladi. Shu savolga javob olmoqchiman. Bolalarda nafas qishishi bo'ladi yo'tal hisobiga, balg'am ko'payib ketishi hisobiga nafas yetishmasligi bo'ladi va onalarni eng ko'p kuzatiladigan va aptekalarda arzon pulga olish mumkin bo'lgan всемодоступный preparat salbutamol haqida bilmoqchiman. Salbutamolni bugun nafas siqishida chaqaloqlarga ham ming afsuski ishlatishyapti. Salbutamolni biz shifokorlar ishlatishda uni to'g'ri qonun qoidalari bilan ishlatilmasa hech qanday rezultat bermaydi. Onalar esa o'zlarini tinchlantiradi. Men sepdim, hammasi joyida bo'lishi kerak degan uspokоение boshlanadi va bilamizki, bronxlar kengaymagandan keyin u yerda dimlanish bo'ladi. Ya'niki dorini to'g'ri ishlata olmadi, dori hech qanaqa rezultat bermaydi. Aksincha bolaning ahvoli yana ham yomonlashadi. Ya'niki dimlanish paydo bo'ladi o'pkada va buni oqibatida o'sha pnevmoniyalar kelib chiqadi. Buni o'tkazib yuborish oqibatida har xil o'sha o'pkada boshqa kasalliklar ham paydo bo'ladi. Savolim shundan iborat. Mana shu noto'g'ri salbutamol foydalanish oqibati nimalarga olib keladi? Mana o'zim ham gapimni boshida aynan shu salbutamol haqida birinchi bo'lib informatsiya salbutamol to'g'risida beraman degandim. Salbutamol bu birinchi yordam ko'rsatish uchungina ishlatiladigan preparat. Misol uchun, qatgadir bordingiz, rezka qanaqadir allergen bor ekan, sizni nafasingizni siqib qo'ydi. Nima qilasiz? Eng dostupniy, hamma joyda bor bo'lgan preparat va arzon narxga olishingiz mumkin bo'lgan preparat bu salbutamol. Bitta sepdingiz, qo'yib yubordi. Bo'ldi, siz o'zingizni ancha yaxshi his qilishni boshladingiz, lekin bu davolanib bo'ldingiz, tuzaldingiz degani emas-ku, to'g'rimi? Lekin afsuski, ba'zi shifokorlar tomonidan ham yo'l qo'yilayotgan xatolar xuddi o'sha yoshiga to'lmagan chaqaloqlarga ham hattoki obstruktivniy bronxitda kuniga bir necha marta shu salbutamoldan foydalanish назначенияларida ko'ryapman. Oqibatini esa biz davola olmay qoldik. Ha, oqibatini bo'lsa biza oylab, yillab davolashimizga to'g'ri kelyapti. Roziyaxon, mana eng ko'p salbutamolning nojo'ya ta'siri bor. Keling, mana shu qanday nojo'ya ta'sirlar bor? Onalar farzandlarida agar noto'g'ri ishlatgan bo'lsa, bundan keyin noto'g'ri ishlatmasliklari uchun biz ma'lumot berib o'tsak. Salbutamol birinchi o'rinda ko'rgan bo'lsanglar balonchik shaklida, ya'ni aerozol ko'rinishida nafas yo'llariga напрямую, ya'ni to'g'ridan to'g'ri nafas yo'llariga tushib ishlashi kerak bo'lgan preparat. U albattaki gormon sostavli preparat hisoblanadi. Katta odam uni ishlata oladi. Sepganda chuqur nafas olganda pastki nafas yo'llariga tushib,
u pastki nafas yo'llarimizdagi qisilishni, ya'ni siqilishni sekingina qo'yib yuboradi. Lekin yoshiga to'lmagan bolaga bu narsani qanaqa qilib tushuntiramiz? Befoyda 1000 stakanchik qilasizmi, 1000 ballonchik qilasizmi, uni o'sha baklashkadan yasashadi. Uni sepganingiz bilan bolani og'zida qolib ketadi-ku preparat. Va natijada kuniga 3-4 mahal shu salbutamolni gormonni og'iz bo'shlig'iga sepishingiz natijasida albatta zamburug'li kasalliklar og'iz bo'shlig'ida stomatit kasalliklari juda ham ko'payib ketadi. U stomatit og'iz bo'shlig'ida avj oldi degani ertaga sekin-sekin oshqozon-ichak sistemasiga ham tushadi. Chunki zamburug' bu tirik organizm, ular ham mikroorganizm. Oshqozon ichak traktimizga tushib, u yoqda ham yallig'lanish kasalliklari va shu salbutamolni noto'g'ri foydalanishni praktikada eng ko'p осложнениялaridan bittasi manda surunkali yo'tal chaqiradi. Nega? U chunki zamburug' uyg'otgandan keyin patogen flora hisoblanadi va bu nafas yo'llarida qitiqlanish chaqiradi va natijada eng afsuski patsientlarimiz yillab yo'talib yuradi. Yillab agar immunitet past bo'lsa, o'sha bakterial infeksiya qo'shilishi hisobiga u yerda pnevmoniyalar, surunkali obstruktiv bronxitlar paydo qilib qo'yish ehtimoli baland. Bitta muammoni davolayman deb hali aytganimdek o'zbek ayollar shifokorga chiqmasligi natijasida yoki bo'lmasam shu narsa bilan men hozir yordam bera olaman deb muammoni yana ham chuqurlashtirib, haligi aytganimdek surunkali kasalliklar vujudga kelyapti. Salbutamolni umuman ishlatmanglar emas, ishlatinglar shifokorga murojaat qilguningizgacha. Misol uchun kechasi deylik, endi bolada ложный круг deymiz, laringit kasalligi qo'zg'ab qolgan payti onalar nima qilishni bilmaydi. Bir sarosimaga tushib qolgan payti doktorga kechasi ko'rsata olmaydi, to'g'ri skoriy chaqirish mumkin. Lekin skoriy kelgungacha ham qanchadir vaqt o'tadi-ku. Shu payt yoki ingalyatsiya yoki salbutamol sepib qo'ysak, sal yoshi kattaroq bolaga. Unda to'g'ri yordami tegadi bu preparatni ham. Lekin doktorga borguningizgacha bo'lgan periodda ishlating, faqat birinchi yordam ko'rinishida. Salbutamoldan foydalandimi, обязательно shifokorga chiqish. Salbutamolga talab bo'ldimi, albatta mutaxassisga chiqish degan tushuncha ham bo'lishi kerak. Salbutamol ekspirator va inspirator odishkada yordam beradi. Ili nafas chiqara olmaslik bilan nafas siqishi bo'lishi mumkin. Ili nafas ola olmasligi bilan nafas siqishida bronxlarni shunchaki bizga birinchi yordam bo'lib kengaytiradi, lekin u davolamaydi. Astmaga qarshi global assotsiatsiya, ya'ni GINA degan assotsiatsiya bor. Butun dunyo tan olgan assotsiatsiya hisoblanadi va uni oxirgi yillar tadqiqotlaridan kelib chiqqan holatda salbutamol ishlatish butun dunyo bo'yicha bronxialni astmada aynan уже atmen, ya'ni bekor qilindi. Hattoki astmasi bor patsientlarga ham salbutamol ishlatmanglar degan biz tavsiya beramiz. Astma diagnoz qo'yildimi, patsient shu salbutamolga ehtiyoji qanchalik ko'p bo'lsa, demak astmani kontroli shunchalik yomon darajada ekanidan bizga xabar beradi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda so'raymiz. Salbutamol sepasizmi? Ha, sepaman desa, kuniga necha marta sepasiz? Mana shunga qarab turib, astmani og'irlik darajasini ham hattoki belgilab olishimiz mumkin. Bu patsientni kelajakda sekin-sekin salbutamoldan butunlay chiqarib, uni to'g'ri nafas yo'llarini aynan faqatgina kengaytiradigan emas, ham kengaytirib, ham yallig'lanishni davolaydigan preparatlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shunga bog'liq savolim bor, shu mavzuga bog'liq. Bu mavzu bo'yicha biz gaplashmadik, lekin bu mavzu meni juda ham bir og'riqli, patsientlarim og'riqli nuqtasi. Kasallik boshlansa yoki kasallik boshlanmasa ham, ko'pincha kasallik boshlanganda o'sha antigistamin preparatlar bilan bosishga harakat qiladi. Buni natijasi karaxtlik kelib chiqadi agar noto'g'ri dozada uzoq vaqt qo'llash. Bosh miyada o'sha kuchli tormozlanishda keltirib chiqarishi mumkin. Savolim quyidagidan iborat. Masalan, o'sha xronический kasalligi bor bolalar yilida kasallikdan to'liq chiqib ketish uchun kurs lecheniya olishga ehtiyoji bormi, yo'qmi? Antigistamin dorilar haqida birinchi o'rinda aytib o'taman. Antigistamin preparatlarni o'zi ham bir necha guruhga bo'linadi.
birinchi yordam tariqasida birinchi avlod antigistamin dorilardan foydalanamiz, to'g'ri. Ular gematensefalik, ya'ni bosh miya baryerlaridan o'tadi, gematensefalichеский baryerdan o'tib uyqu chaqirishi mumkin, karaxtlik holatlarini yuzaga keltiradi. Va shu birinchi pokoleniya, ya'ni birinchi avlod antigistamin dorilarini uzoq muddat ichish umuman tavsiya etilmaydi. Lekin hozirgi kundagi yangi avlod antigistamin preparatlari u shunchaki qonni o'zida действовать qiladi, ya'ni aktiv holatda bo'ladi va bosh miyaga hech qanaqa salbiy ta'sir etmaydi. Va buni oqibatida shu preparatlarni uzoq muddat ichish mumkin. Chunki allergik bolalarda gistamin moddasi doimiy allergenga nisbatan вырабатываться qilayotgani hisobiga qonda gistamin modda ko'payib ketadi. Shuni hisobiga ham allergik simptomlar kuchli namoyon bo'lishni boshlaydi. Bu gistamin moddasini kamaytirish uchun biz antigistamin preparatlar beramiz. Shu joyda o'zimning savolim bor. Mana har yili 5-6 marta malakamni oshiraman va oxirgi исследованияda antigistaminni tushiradigan dori vositalari qatoriga antigistamin sostavga ega bo'lmagan vitamin C haqida fikringizni bilmoqchiman. Chunki vitamin C o'sha qondagi gistaminlar oshib ketganda uni miqdorini xuddi antigistamin dorilarga o'xshagan sxemada tushirib beradi. Bu bo'yicha исследованияlar ham bor. Masalan, vitamin C ni o'zi ham vitamin C bo'lishidan qat'iy nazar, приrodный vitamin C'mi, u sintetik vitamin C'mida u qondagi gistamin miqdorini pasaytiradi va buni natijasida o'sha antigistamin dorilarga hech qanday ehtiyoj qolmaydi, qachonki shifokor nazoratida. Hali siz aytgan antigistamin dorilarini beramiz uzoq vaqt dedingiz, lekin bu yerda ham bilasiz, o'zimga ham aytgansiz bir necha marta shifokor nazoratida. Hech qaysi dori vosita shunchaki o'zboshimchalik bilan berilmaydi agar yaxshi rezultat olishni xohlagan bo'lsak. Antigistaminli dorilarni ham simptomlarimni yaxshi qilyapti-ku deb o'zboshimchalik bilan uzoq muddat ichish mumkin ekan, bolaga berish mumkin ekan deb albatta nazoratsiz berish mumkin emas, to'g'ri. Shuni ham aytishim kerak edi. Vitamin C to'g'risida bilamizki, vitamin C ko'pgina sitrus mevalarning tarkibida ham bor. Vitamin C ni o'zi va sitrus mevalar ham gistamin liberator mahsulotlarga kiradi, mahsulotlar spiskasiga kiradi. Agar hattoki allergik bo'lmagan inson ham kuniga bir nechtadan yoki oylabdan, haftalab sitrus mevalarni yeydigan bo'lsa, qonda gistamin moddasi naborot ko'payib ketadi va uni natijasida psevdoallergicheskiy reaksiyalar keltirib chiqarishi mumkin. Bu istina, ya'ni asl allergik bo'lmagan jarayonlar, lekin allergiyaga o'xshash bo'lgani uchun allergik simptomlar bilan birga kechadigan jarayonlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun vitamin C ni ichayotganda ham обязательно shifokor bilan maslahatlashib keyin ichish tavsiya qilgan bo'laman. Allergik bolalarga yordam beradi demak. Allergik bolalarga gistaminni pasaytirishda yo'q, naborot oshiradi. O'shaning uchun nazoratsiz hattoki vitaminlarni ham bermayman allergik patsientlarimga. Hali aytganingizdek, noto'g'ri ovqatlanish, palapartish dori vositalarini qabul qilish yoki bo'lmasam ehtiyoj payti o'sha antibiotika terapiyalarni qilish ham o't qopi muammosiga, o'tni, safronni yaxshi ajralib chiqmasligiga sabab bo'lsa va shu joyda bitta qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Bugungi kunda zamonaviy davrda ko'p bolalarda kam harakatlik, ya'ni gipodinamiya plus ko'p bolalarimiz muzday ichimliklarni qishin yozin oldingidek issiq choylar yoki issiq suvlar ichilmaydi, muzday narsalarni ichish ham o'sha safronni o't qopida turib qolishiga, uni quyuqlashishiga, uni safroni ajralmasligiga sabab bo'ladi. Faqat dori vositasi ichdim, demak menda shunday muammo bo'lishi mumkin ekan degan xayoldan ko'ra, meni farzandim qancha harakat qilyapti, meni farzandim qanaqa suyuqlik ichyapti, qancha miqdorda suyuqlik ichdi, bolamni o'ti, ya'niki safrosi bugun suyuldimi degan tushuncha ham bo'lishi kerak va qo'shimchasi safro soat strelkasi bo'yicha xuddi soat to'xtamay ishlab turgandek, safro faqat ertalab ajralmaydi, safro kun davomida ajralib turish kerak. O'shaning uchun ovqat yeganimizda, masalan, noto'g'ri ovqat yeyib qo'yilganda ham qayd qilish holati bo'lganda, buni test qilib ko'rishligi mumkin. Albatta oxirida sariq suyuqlik tushadi.
yana oxirida qancha harakat qilyapti, nima yeyapti degan savollarni berishdan tashqari yana bitta savol berishimiz kerak. Bolami ichi qachon, qanchada kelyapti, qanaqa holatda kelyapti. Agar o'ddimlanishi bo'lsa, albatta bolani ichi ham qotadi. Ichi qotgani uchun safro ajralmagandan keyin ham ichi qotadi. O'shaning uchun bilasizmi, ko'pchilik biz kofe ichadi, kofe tinchlantiradi kofein hisobiga. Ayollarda ko'pincha bu holat bo'ladi. Men kofe ichmasam ichim kelmaydi deydi. Bitta kofeni ichadi, oxirgi payt Instagramga kofe ichganimni ham qo'ymayman. Chunki sizda ko'rib kofe ichishni boshladim-da. Kofe ichganimdan keyin ichim kelyapti. Nima? Buni qanaqa anaqasi bor? Kofening bunchalik foydasi bor deyshadi. Sabab kofein tinchlantiradi-ku. Haligi ayollar stressga moyil emasmi? Hozirgi bolasini injiqligi, qaynona er munosabatlaridagi muammolar ham ayollarda o'sha o't qopida spazmlarni keltirib chiqarib, kelish kerak bo'lgan suyuqqina jilovich ham ajralmaydi. U kofeni ichgandan keyin relaks oladi va o't ajraladi. Ichim kelyapti deydi. Haqiqatdan ham kofeni agar to'g'ri ichsa, toza kofe ichilsa, haqiqatdan ham ziyoni kam. Lekin kofeni ham agar noto'g'ri ichilsa, haqiqatdan kalsiyni yuvadi. Haqiqatdan kalsiyni yuvadi. Haqiqatdan temiri so'rilishiga qarshilik qiladi. O'zi kalsiyda problema. Qanaqa qilib qizil qon tanachalari elektrotsitlar ko'paysin. Chunki suyak ko'migidan ko'payadi. Suyakda problema bo'lgandan keyin ko'mik bilan ham problema bo'ladi. Natijada surunkali anemiya. Bizni faqat yo'taldan, bolasi yo'taladigan ayollar faqat yo'talni ko'rishadi-da. Siz bilan biz shu jarayonda ko'ramiz, ichakni ko'ramiz-da. Bizga birinchi o'rinda o'sha bronxlar ko'rinadi. Bronxlarning ichida o'sha slizlar, makrotalar ko'rinadi. Qizargan bronxlar ko'riladi, bekilib yotgan bronxlar, oshqozon ichidagi o'sha o'z safro ajralmagandan keyin turgan sariq jilovich emas, ko'karib ketgan, quyuq qorayib ketgan jilovich biz ko'ramiz-da. Shundan kelib chiqib onalarga tavsiya beramiz. Bu degani albatta bo'ladi qandaydir holat, ayniqsa surunkali jarayonni biz ko'rdikmi, mutaxassisga olib chiqishimiz kerak. Mana hozirgi bolalarni ko'pida saprofitni mikroflora juda ko'p. Shu haqida nima deysiz? Safroni ajralmasligi hisobiga juda ko'p muammolar bor. Bu muammolar birinchi o'rinda og'iz hidlanishi. Chunki safro agar yaxshi ajralib tursa, bilamiz, safro organizmda juda katta foydasi bor. Agar safroni ajralmasligini o'zi ham bizning organizmimizda patogen florani uyg'otib yuboradi. Chunki u neytrallab turadi. Bugun safro bilan muammoni sababi kam harakat, noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanishga nimani aytib o'taman? Bolalarga ma'lum, bolalarga tegishli joyi bor. Bizni bolalarga achchiq narsalar berishmaydi. Masalan, deylik, rukola berishmaydi, chesnok berishmaydi. Misol uchun, semidostupniy, arzon, bemalol bozorlarimizda qishin yozin bo'ladigan mahsulotlar yoki shunga o'xshagan achchiq narsalar yeyishmasligi hisobiga jilovich ajralmaydi. Bizda naborot qilishadi, shirani berishadi, dadasi olib keldi, buvisi olib keldi, mehmonga bordik degan yoki bo'lmasam arzon, barni shunga o'xshagan shirin narsalarni berishadi. Yaxshi ko'rib, sevgimizni ko'rsatib, lekin kasallik oqibat olib keladigan kasalliklarni vujudga keltirishi mumkin. Bu holat mana shu safroni ajralmaslikka olib keladigan odatlar bir kun emas, 2 kun emas, yillar. Homiladorlik payti onalar safro ajralishiga qaramaydi, ichib qotib yursa ham e'tiborsiz bo'ladi. Buni natijasida hali aytganimdek, menda o'zimda qotardi, bolamda ham qotyapti-da deydi. Yo'q, uni to'g'rilasa bo'ladi va aynan o'sha ovqatlanishi, aynan o'sha harakati, aynan o'sha agar bu narsalar bilan to'g'rilanmasa, ya'niki o'tkirroq holat bo'ladigan bo'lsa, jarayon chuqurroq bo'lsa, biz uni dori vositalar bilan korreksiya qilib berganimizda bu muammolardan to'liq qutulish va aynan o'sha keltirib chiqishi, jilovich yaxshi yurmasligi, jilovich turib qolishiga bo'lgan xavflarni olib tashlaymiz va o'z-o'zidan muammoni hal qilish holatlari bo'ladi. Roziyaxon, bugungi kunda hozir ayollarimiz juda ham bir baxtli zamonda yashashyapti. Yosh bolalari bilan birga safarlarga chiqishadi yoki bo'lmasam, deylik, samolyotda eng ko'p sizga ham savol bo'lsa kerak. Menda shunaqa savol bo'ladi va ming afsuski javob berishga o'zim qiynalaman va buni javobini mutaxassis sifatida sizdan bilmoqchiman. Bolam samolyotda uxlab ketishi uchun, bezovta qilmasligi uchun meni va boshqa yo'lovchilarni ham nima dori berib uxlatib ketsam bo'ladi? Misol uchun, diazolin, ketotifenim bor. Ruxsat berasizmi?
bersam bo'ladimi, chunki o'rtog'im shunaqa qilib berib ketgan ekan deyishadi. Buni oqibatlari qanaqa? Aslida shunday qilish to'g'rimi? Albatta shifokor tarzida noto'g'ri degan bo'lardim. Baribir har bitta preparat berilayotganda назначенияsi bilan, ya'ni kasallikka qarshi deb beramiz-ku, to'g'rimi? Shunchaki bolam uxlasin deb dori bersangiz bu albatta noto'g'ri. Pobochkasi bitta berganda bilinmaydi. Onalarga albatta yoqib qoladi va bolam tinchgina uxlar ekan, to'polon qilmas ekan, yana bitta bering. Shundan keyin pobochkalari bo'lishi mumkin. Undan ko'ra bu narsani boshlamagan yaxshi, hattoki. Odat tarziga kirgizmagan yaxshi. Undan ko'ra farzandingizni qanaqadir foydaliroq mashg'ulot bilan shu samolyotda 3-4 soatlik polyotda zanimayz qilib, ya'ni shug'ullantirib ketsangiz, menimcha tinchroq ketadi. O'zingizga ham, bolaga ham foydali, maroqli vaqt o'tkazish jarayoni bo'ladi. Bolani miyasini sun'iy tinchlantirgandan ko'ra fiziologik ishlatib, savollar berib charchaganda bola o'z-o'zidan uyqu chaqirilish prosessi bo'ladi va o'z-o'zidan bola hech qanday atrofdagilarga ham xalaqit bermaydi, ota-onaga ham xalaqit bermaydi va eng muhimi o'zi ham o'sha dorini noto'g'ri qo'llash oqibatida asoratdan azob chekmaydi. Bola samolyotga chiqqanda yig'lashi ham o'z-o'zidan emasda, albatta atmosfera bosimi o'zgargandan keyin bolaga davleniya, ya'ni bosim yuqorilashganini hisobiga bola o'zini diskomfortni his qilishni boshlaydi. Bu diskomfortni bola onasiga tushuntirish uchun albatta yig'laydi. Yig'i orqali tushuntiradi. Uni emizib ketsa bo'ladi, misol uchun. Agar soska yemadigan bola bo'lsa, soskasini bersa bo'ladi в конце концов. No, sun'iy tarzda uxlatib emas. Shu sababli onajonlar yo'lga, ya'niki uzoq safarga, aynan o'sha samolyotlarda otiladigan onalar, unutmang, bolangizni sog'ligidan muhim narsa yo'q va dorini siz faqat foydali tarafini ko'rib turgan bir jarayonda shifokor sifatida uni ikkinchi tarafini ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Dorini faqat foydali emas, balki uni noto'g'ri qo'llash oqibatida uni ziyonli tarafi ham bor. Sir emas, bugun juda ko'p oilalarda ingalyator apparatlari bor. Keling, ingalyatsiyalar haqida gaplashsak. Nebulizerная terapiya deyiladi, ya'ni nebulayzer orqali dori preparatini непосредственно, ya'ni bevosita nafas yo'llariga, yallig'lanish prosesslari bo'layotgan organga olib tushirish uchun nebulayzerdan foydalanamiz. Misol uchun, xuddi shu preparatni siz qon orqali yuborishingiz ham mumkin, lekin qon orqali butun organizmni chetlab o'tib, aylanib o'tib, to o'pka nafas yo'llariga ta'sir qilguncha siz tezgina nebulayzer bilan ingalyatsiya qilib bolani holatini tezroq yaxshilashingiz mumkin-da. Ma'lum daqiqalar ichida. Ha, albatta, ma'lum daqiqalar ichida o'sha o'zgarish bo'ladi bolada. Lekin bugungi kunda juda ham ko'p yo'l qo'yilayotgan xato nebulayzerni ichiga solinayotgan dori preparatlarini noto'g'riligi. Bugungi kungacha nebulayzer apparatini turlari ko'pligi bilan birgalikda nebulayzerga solinadigan dori preparatlarini ham turlari ko'p. Ularning ichida qo'llash mumkin bo'lganlari bor, qo'llash umuman mumkin bo'lmaganlari ham bor. Nima uchun noto'g'ri foydalanishadi? Ming afsuski, suyuq dorini ko'rdimi, suyuq dorini apparatga solib ishlatsam bo'ladi degan tushuncha bor. Ularning ichida aynan mana shunday shisha idishdagi dori vositalar bu juda xavfliligi haqida ham ma'lumot berdi. Nebulayzer uchun, ingalyatsiya uchun mo'ljallangan dori preparatlari birinchi o'rinda plastik nebulada bo'lishi kerak. Shisha idishga solingan ingalyatsiya uchun qo'llanilayotgan. Lekin unaqalar yo'q-ku. Ingalyatsiyani men hali aptekalarda yana kirib qidirganman. Qani shishaligi chiqdimi? Yo'q, hammasi plastmassada chiqadi ular. O'zi shunaqa bo'ladi. Ha, shishada yo'q-ku. Shishada bo'lish shart emas, plastikda bo'laveradi u. O'zi plastikda bo'lishi kerak. Shisha sababi shishani sindirganda singan mayda disperslar apparatga solingandan keyin u yerda ingalyatsiya qilib to'g'ridan-to'g'ri nafas yo'liga u yirtib yuborishi mumkin. Kichkinagina akkumulyatsiya bo'ladi. Borgan sari nafas olasiz, u mayda частицаlar qolib ketaveradi. U shisha tushmasligidan tashqari ham
undan tashqari ichiga solayotgan o'sha preparatingizni o'zi mayda Konsentratsiyasi dispersligi bo'linadimi yoki yo'qmi? Misol uchun oddiy eufilin bilan qilishadi. Nafas yo'llarida bo'g'ilish bo'lib qolsa, misol uchun eng osoni shundoq oldi, efilinni ochdi, soldi ingalyator ichiga, ingalyatsiya qildi. Разбавить ham qilishmaydi. 1:1 nisbat natriy xlor bilan ozgina konsentratsiyasini ham pasaytirmaydi-da. Qanchalik Lekin xavfli. hech qachon boshqa yo'l uchun, boshqa usul bilan organizmga kiritish uchun mo'ljallangan preparatni nebulayzer ichiga solish umuman mumkin emas. Nebulayzer o'zi shunaqa apparatki, suyuq dori preparatini mayda nebulalarga, ya'ni mayda dispersli zarrachalarga bo'lishi kerak-da. Agar bu preparat, misol uchun eufilin mayda disperslarga bo'linishga ixtisoslashtirilib yaratilmagan bo'lsa, uni ingalyatorga solganimiz birinchidan ingalyator o'zini ishdan chiqaradi vaqt o'tgan sari. Ikkinchidan, undan ham xavflisi nafas yo'llarini neobratimoy protseslarga ham olib Siz preparatni himoya qiling, men farzandlarni himoya qilaman. Keling. Nebulizerda, masalan, oddiy eufilin mumkin emas-da. Eufilinda bu часто болеющий bolalarga, ya'ni tez kasal bo'ladigan bolalarga qilib turgan bir paytda eufilinni anemichniy bolalarga qilish mumkin emas. Nega? Ularda bosim past bo'ladi, kam qonlik hisobiga va eufilin davleniyani tushirib olish xususiyatiga ega va bolada bu kuchli asorat beradi. Albatta. Bola juda ham vyalay bo'lib qoladi, yemaydi, ichmaydi, karaxt bo'lib qoladi uning oqibatida. Ya'niki miyada karaxtlik bo'lmaydi, davleniya tushib ketgandan keyin bola konsentratsiyani yo'qotadi. Ya'niki bu jarayonda bolachalarni himoya qilishga majburman. Hech qachon nebulizerlardan ham shunchaki o'zboshimchalik bilan emas, aksincha mutaxassis tavsiyasiga ko'ra to'g'ri dozada, to'g'ri muddatda, to'g'ri vaqtda foydalanish maqsadga muvofiq. Eufilin haqida gapirganingizda yana bitta aytadigan gapim bor. Ayniqsa yuragida porogi bor bolalarga eufilinni hattoki внутримышечный ham qilish mumkin emas. Не только ingalyatsiya orqali, hattoki внутримышечный, ya'ni organizmga yuborishi ham tavsiya etilmaydi. Davleniya oshmasligi mumkin. Kuchli davleniya tushiradi. Tak, anemiyasi bor bolalarda u farqi yo'q. Anemiyani qaysi turi, eufilindan shunchaki foydalanishga haqqimiz yo'q. Bu yerda biz uchun bolani kasalligidan ham ko'ra, bolani holati muhim, bolani o'zi muhim, bolani shunchaki borligi muhim. Eufilindan ham ko'ra yaxshiroq, undan ham sifatliroq, undan ham yaxshiroq, undan ham tezroq ta'sir qiladigan aynan ingalyatsiya uchun ishlatiladigan dori vositalar bor. Shunchaki ular всеми недоступны bo'lishi mumkin. Eufilin arzon dori, qimmatroq dori bo'lishi mumkin, lekin natijasi ham xuddi shunaqa tezroq, xavfsizroq va osonroq bo'ladi. Undan tashqari mana eufilinni aytib o'tdik. Mumkin emas bo'lgan preparatlarga yana dexametazon ham kiradi. Dexametazon bilan налево направо hamma nima bo'lsa birinchi o'rinda dexametazonni olib sразу ingalyatsiya qilishadi. Yoki ko'p bo'ladi bunaqa holat. Menda ham borjomi bilan. Borjomi ham mumkin emas. Ishqoriy muhit, to есть nafas yo'llarini muhiti boshqa, borjomini muhiti boshqa-dek, umuman mumkin emas. To'g'ri, balg'am chiqarishga yordam berishi mumkin. Hozirgi momentda, lekin keyinchalik keltirib chiqaradigan asoratlari ancha tarozini pallasida og'irroq turadi. Xavfsiz va natijali degan joyda xavfsiz ham bosadi, natijasiz degan joyi ham bosadi. Bizda onalarni o'sha cho'kayotgan odam xasga ham osiladi degandek, nimadir yordam berib qolar deyishadi. Hattoki mana ortiqcha dori vositasi ham yozish mumkin emas. Hattoki retsept yozayotganda 7 tadan ortiq dori yozishga ham shifokor haqqi yo'q. Chunki bu ham dorilarning bir-biriga ta'siri bor, bir-birini ta'sirini oshiradi, bir-birini ta'sirini pasaytiradi kabi xususiyatlardan kelib chiqib, dorilar har doim bir-biriga mos va aynan o'sha patologiyasi bor bemorga mos yozilishi kerak. Va dorilar qancha ko'p bo'lmasin, uni ortiqcha yozishga ham ignimizda oq xalat bo'lib turgan paytda haqqimiz yo'q. Qancha ko'p dori bo'lmasin. Chunki ko'pchilik standartdan tashqari yozishadi-yu. Ayniqsa nutritsiologlar, anaqa preventajdagilar 22 tada, 22 ta bat.
ikkita qog'oz A4 to'la kelyapti. Shular hammasini qanaqa qilib ichdingiz desam, mana hammasini Bittasini ham ta'siri yo'q lekin. Ta'siri bo'lmagan uchun boradi sizga-da. Bugun Roziya Islomjonovna bilan olgan podkastimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta reaksiyangizni izohlarda qoldiring. Sababi buni natijasida biz yana ham tajribali farzandingiz va o'zingiz hamda oila a'zolaringiz uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni ko'proq qoldirishga harakat qilamiz. Albatta, agar podkastimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bu podkast natijasida sizda yana qo'shimcha savollar tug'ilgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga yordamimiz tegganidan juda ham xursand bo'lamiz va kelajakda yana qanaqa mavzularda shunaqa suhbatlar qilishimizni xohlaysizlar, yana qanaqa ekspertlarni ko'rishni xohlaysizlar, bularni ham albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.